Hijoma kursi orqali nafaqat yangi kasb, balki o'zimga bo'lgan ishonchimni ham topdim. Dilshod ustozimiz juda e'tiborli, har bir bosqichda yonimizda bo'ldilar. Endi bemorlarga foydam tegayotganini ko'rib, o'zimni baxtli his qilyapman. Bu kurs hayotimdagi eng to'g'ri qarorlarimdan biri bo'ldi. Mana endi qo'limda kurs tugatdim, qo'limda sertifikatim, qalbimda bo'lsa, o'zimga ishonchim bilan inshaalloh kursni tugatib oldim. Assalomu alaykum. Bizning kursimiz juda ham zo'r bo'ldi, manfaatli bo'ldi. Kursimizda amaliy nazariy darslardan o'tdik, mazza qildik. Oila a'zolarimizga hijoma qilib, ularni ham ishonchiga kirib, o'sha sekin-sekin daromadga ham chiqamiz. Darslarimiz malakali ustoz tomonidan har bir detalini erinmasdan oson tushuntirib berdilar. Darslarimiz tushunarli, qiziqarli, amaliyotga va nazariyaga boy bo'lib o'tdi. Bu nafaqat menga kasb bo'ldi, kelajakda yaqinlarimga va insonlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Va to'g'risi bu kurs menga juda ham yoqdi. Darslar yoqimli, ustozlar mehribon, sokin joy. Ustozimizga kattakon rahmat. Birinchi kundan menda shu ilmga nisbatan shijoat paydo bo'ldi. Birinchi qadam qo'yish har doim qiyin, lekin alhamdulillah birinchi qadamni yaxshi qo'yib oldik. Amaliyotda ham sinadik. Alloh izni bilan shu ilmni, shu hijomalik kasbini hayotimizga tatbiq qilamiz. Sifatli, unumli darsligi rahmat deb aytib qolamiz. Ishlariga omad.